Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov YouTube kanali. Bugungi videoda biz birga bir o'yinlarga qaytib olamiz yana. Ya'ni bugun adminimga qarshi o'yin bo'ladi. Bilasiz, meni Telegramda adminim bor, Shohruh degan va o'sha kishiga, o'sha do'stimga qarshi o'yin bo'ladi. Hozirda Dilisida mana shunday bakchalar bo'lib qolmoqda. O'yinchilarning statistikasi ko'rinmayapti va men tarkib to'g'rilashda xato qilib qo'yibman. Ismlarini o'zgartirmagan ekanman. Hozirda Shohruh Barselonani muxlisi. Shu akkauntim hozirda Shohruhda edi. Shu sababli Barselona bo'lib qolibdi. Birdan oldim va Saliba to'pni o'tkazib yubordi. Mana bu vaziyatda o'yinga qaytib olay. Nima qildi hozir? Darvozabon Gianluigi Buffon va sariq kartochka penalti bo'lmoqda jigarlar. O'yinning boshidan penalti bizga yoqimsiz holat. Va Osimhen tepayapti, penaltini o'zi ishladi va gol ham urdi. Xo'p jigarlar, Shohruh haqida sizlarga biroz ma'lumot berib o'taman. U menga mana shunday akkauntimga tanga olmos yig'ib, biroz o'ynab beradi. Menda ko'pincha vaqt bo'lmay qoladi. Shu sababli Dilisiga kira olmagan vaqtimda men uchun o'yinlar o'ynab, vaqti bo'lganda albatta mana bu yerda qarang, qanday vaziyat va gol ura olmayapman. Menda vaziyatlar bo'lyapti va qarshi hujumlarda Van Dijk bu safar yaxshi o'yin ko'rsatdi. Saliba, Mane, Benzema mayda paslar, Cristiano yana noto'g'ri pas. Xo'p jigarlar, hozirda bilasiz, yashil kartali o'yinchilar kelmoqda. Shu sababli akkauntingizga tanga olmos yig'ib qolishni so'rab qolaman. Messi birga bir zarba darvozabon qaytardi. Juda ham katta xato qildi Messi, shuncha yerga kirib borib. Tanga olmos yig'sangiz akkauntingizga jigarlar, albatta yashil kartali o'yinchilarni olishingiz osonroq bo'ladi. Shu sababli menda Vietnam orqali tanga olmos yig'ish xizmati bor. Shundan foydalanib qoling. Telegram kanalimga o'tib olsangiz, barcha ma'lumotlar Telegram kanalimda bo'ladi. Xo'p, kanalimga albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang jigarlar. 900 taga juda ham yaqinman. Yaqinda shu yanvar oyining o'rtalarigacha 5-6 kun ichida 1000 ta bo'lsam, eng katta xohishim shu. 1000 ta bo'lsam Telegram kanalimda tekin sezon pasli aksiyalar qilib yuboraman. Shu sababdan ham Telegram kanalimga o'tib qo'yishni unutmang. Benzema zarba noaniq. Xo'p jigarlar, endi menimcha o'yinga o'tib olsak ham bo'ladi, chunki yaxshi hujumlar ketyapti. Mayda paslar, uzun paslar, Kim Min-jae, Kroosga, Kroos Messiga, Messidan Ronaldoga, Ronaldo ichkariga kirdi, Van Dijk to'pni olib qo'ydi. Va yana bitta pas, yana Osimhen o'tib ketyapti Salibadan va Saliba bu safar o'yinda yaxshi ko'rsatdi o'zini. Jigarlar, mana shu Dilisining bir ikkita xatosi sababli mana shu o'yinda hozircha yutqizib turibman, chunki hozirda himoyachilar qandaydir sekinroq bo'lib qolganmi yoki himoyalanishni hali bila olmayapmanmi. Van Dijk zarba yo'llashga ulgurmadim va birinchi bo'lim o'z yakuniga yetdi. Hozircha 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchrayapman. Nomimda qarang, Barselona bo'lib qolgan, Dilisi Jaloliddinov YouTube deb yozilgan edi va O'zbekiston deb chiqardi. Mana bu yerda akkaunt nomida va yana Van Dijk. Van Dijk yaxshi o'ynayapti, lekin Saliba biroz o'zini ko'rsata olmayapti. Boya penaltiga sababchi bo'lib qoldi. Undan keyin hozircha xato qilganim yo'q. Ronaldo qayerga ketyapti? Markazda nima? Markaziy hujumchi qanotlarda. Xo'p, yaxshi vaziyatlar bo'lyapti. Mayda paslar, Kroos to'p olib qo'yildi, yana oldirib qo'yildi, yana olib qo'yildi. Messi, Benzema, yana Messiga, Messi zarba biroz kuchli. Yaxshi hujum qilyapman, ko'rib turganingizdek. Hozircha menimcha 3 ta yoki 4 ta golli vaziyat yaratib qo'ydim, lekin gol ura olmayapman. Qandaydir omadim kelmayapti. Mana ko'rib turganingizdek, Saliba tekinga Osimhenni o'tkazib yubordi va yana Van Dijk o'zini ko'rsatdi. Van Dijk yaxshi o'ynayapti, Osimhen esa ichi o'tib ketyapti to'g'rirog'i. Hop, yana Messidan pas. 70-daqiqaga kelib qoldik. Hali ham 1-0 hisobda mag'lub bo'lib turibman va mana yana Saliba tepa-tekinga Osimhenga mana sizga katta yo'l, o'tib ketishingiz mumkin deb o'tkazib yubordi va yana gol o'tkazib yubordim. Tezda
Saliba jahlim chiqaryapti, shu uchun Salibani olib tashlayman. Oddiy kartali bo'lsa ham Salibani olib tashlaganim ma'qul. Salibani o'rniga Ryudigerni tushirganim ma'qul. Birozgina kuchaygan oddiy karta bo'lsa ham. Hop, Shohrux ham ancha o'zgarishlar qilib oldi va endi yana mayda paslar, Salah, Bappe tezlikda master klass ko'rsatib berish kerak. Bappe, Kroos, pas, Rodri, yana noaniq, yana to'p olib qo'yildi. Benzema, Neymar yana birga bir vaziyat va uy. Mana shunday qarshi hujumlarda ancha yomon o'yin ko'rsatyapman. Ko'rib turganingizdek ko'ryapsiz, mana hujum uchun vaziyatlar bo'lyapti. Benzema qayerga pas tashladi Benzema? Va mana burchak to'pi Kroos ko'tarib berdi, zarba yana o'tmadi. Hop. 90+1 daqiqa pas beraman, zarba yo'q yana va o'yin o'z yakuniga yetdi. Jigarlar, ko'rib turganingizdek o'yinda ancha ko'p hujumlar qildim. Van Dijk yaxshi o'yin ko'rsatdi raqibda ham, menda ham, lekin Salibaning ikkita katta xatosi sababli mag'lubiyatga uchradim. Xo'p, jigarlar, mana shu video 200 ta like yig'adigan bo'lsa, javob o'yinini o'tkazamiz. Albatta, javob o'yinida ancha tayyorgarlik ko'rib, himoyachilarni to'g'ri joylashtirib o'yinni o'ynayman, nomimni ham to'g'rilayman albatta. Jigarlar, 200 ta like yig'ib bering bo'ldi. Sizlardan so'raydiganim shu.